Zardor tumanidagi 32-sonli maktabdamiz. Kasbiy rivojlanish soati tadbirlarini o'rganish uchun aynan filologiya yo'nalishida. Sharafli va mashaqqatli kasbiy sanatimizda sizlarga sog'lik salomatlik tilayman. Nima uchun demaysiz? Sinf rahbarlari ishlayapsizmi? Sinf rahbarlari ishlaydi. Juda yaxshi ishlaydi. Ota-onalar o'quvchiga sal vaqti kam aralashishadi. O'quvchilar darsini tayyorlayaptimi yo'q, o'qituvchi vazifa beradi-ku. Ota-ona nazorati kam. Boshqa mana shunda. Boshliq to'ldirish uchun nima qilish kerak? Buncha ota-onalar bilan birgalikda tez ishlab turish kerak yoki ota-onalar bolalarning ustiga ko'proq ishlab turishadi. O'shani yo'q qo'yish uchun nima qilish kerak? Maktablar bizga bog'liq bo'lishi kerak. Oila, maktab. O'sha bog'liqlikni mustahkamlash uchun nima qilish kerak? O'qituvchi ishlaymish kerak. Mustahkamlash uchun o'zimizga oylik maoshni ko'tarish kerak. Chunki ko'pchilik dadasi pastaga shikayat qilgan, ko'pchilik bozorda demak siz birinchi muammoga moddiy ehtiyojlarni aytyapsiz. Chunki oila boqish uchun, farzandga kitob olib berish uchun, kiyim-kechak, misol uchun mehnat qilaydi-da, bolasiga vaqt ajratishga menimcha vaqt qilaydi. Ish o'rnida ishlaydi. Ko'pchilik dadasi ayasi emas edi-da. Shovqin bo'lib ketgan payti o'quvchilarning diqqatini bir jamlab olish uchun mana shu metodni qo'llaysiz. Bu juda ham tez bajariladi. Sinfda bir tinchlik saqlanib olinadi. Men hozir sizga topshiriq beraman. Nimani aytsam, o'sha narsani ushlab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Oxirida kitob deganimda siz misol uchun kitobni o'rniga ruchka qo'yishingiz mumkin, daftarni qo'yishingiz mumkin. O'rtada boshqa hech narsa bo'lmaydi. O'quvchilar shovqin qilgan paytda o'quvchilar kim olamiz, turadi. Demak, diqqat qilamiz. Soch. Men aytgan narsani ushlang. Soch.